Bugungi darsimizda istisqo namozini to'liq o'qishni o'rganamiz. Istisqo namozi qanday o'qilinadi? Birinchi navbatda istisqo namozini o'qishdan oldin muftiy hazratlari fatvolariga ko'ra birinchi navbatda juma namozini to'liq o'qib olamiz. Demak, istisqo namozini o'qishdan oldin birinchi navbatda juma namozini to'liq o'qib olamiz. Juma namozini o'qib bo'lganimizdan so'ng imom bilan birgalikda duo qilamiz, salovat aytamiz, istig'for aytamiz. Undan so'ng istisqo namozini o'qishni boshlaymiz. Istisqo namozi 2 rakatdan tashkil topgan hisoblanadi. Diqqat qilamiz, istisqo namozi 2 rakatdan tashkil topgan. Xuddiki bomdod namozini 2 rakat farzi bilan bir xil o'qilinadi. Hammamiz bomdod namozini masjidda imom bilan birgalikda jamoat bilan qanday qilib o'qishni bilamiz. Xuddi shunaqa istisqo namozi ham imom bilan birgalikda katta jamoat bilan masjidda o'qilinadi ekan. Bomdod namozi 2 rakat farzi bilan bir xil. Bomdod namozi 2 rakat farzida qanaqa edi? Masalan, Fotiha surasini, Zam suralarini ovoz chiqarib o'qilinardi. Bunda ham xuddi shunday istisqo namozida ham Fotiha surasini, keyin Zam suralarida, Allohu akbar degan so'zlarda, Samiyallohu liman hamidah degan so'zlarda bomdod namozini xullas 2 rakat farzi qanday o'qilinsa, xuddi shunday holatda imom bilan birgalikda jamoat bo'lib o'qir ekanmiz. Endi yana bitta farqi, masalan, bomdod namozidan oldin azon aytiladi, to'g'ri? Bunda azon aytilinmaydi. Azon aytilinmaydi va azonda tezroq variantda Allohu akbar deb yig'lardik jamoat. Shu narsa aytilinmaydi. Keyin endi niyat masalasiga kelsak. Istisqo namoziga qanday niyat qilinadi? Niyat quyidagicha bo'ladi. Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib 2 rakat istisqo namozini imomga ergashgan holatda o'qishni niyat qildim deb niyat qilinadi. Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib 2 rakat istisqo namozini imomga ergashgan holatda o'qimoqlikni niyat qildim. Diqqat qilamiz, istisqo namozini o'qishdan asosiy maqsadimiz Alloh taoladan yomg'ir, rahmat va baraka so'rashdir. Demak, tushunarli, birinchi navbatda juma namozini o'qar ekanmiz. Undan so'ng juma namozini to'liq o'qib bo'lganimizdan so'ng istisqo namozini o'qar ekanmiz. Istisqo namozi xuddiki bomdod namozini 2 rakat farziga o'xshab o'qilinar ekan. Faqat farqi nima ekan? Niyatida farqi bor. Niyati mana ekranda turibdi. Ushbu niyatni qilib imomga ergashgan holatda bemalol o'qisak bo'ladi ekan. Keling, ushbu video orqali yana batafsil holatda tushuntirib beramiz. Mana tasavvur qiling, siz hozir jamoatda turibsiz, niyat qilamiz. Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib, istisqo namozini imomga ergashgan holatda o'qimoqlikni niyat qildim. Undan so'ng imom Allohu akbar dedilar, biz ham Allohu akbar deb namozga kiramiz. Undan so'ng sano duosini o'qiymiz, ichimizda ovoz chiqarmasdan o'qiymiz va undan so'ng imom avzini, keyin bismillahni hamda o'qiydilar. Undan so'ng esa Fotiha surasini imom baland ovozda o'qiydilar. Fotiha surasi, keyin Zam sura o'qiydilar. Xuddi bomdod namoziga o'xshab bitta Zam sura o'qiydilar. Xuddi bomdod namozi singari Zam suradan so'ng ham ruku qilinadi, undan so'ng sajda qilinadi. Undan so'ng yana ikkinchi rakatga turamiz. Fotiha surasini o'qiydilar imom, keyin Zam sura o'qiydilar ovoz chiqarib. Undan so'ng yana ruku, sajda, keyin har doimgidek tashahhud, salovat va duolar o'qilinadi va ikki tomonga qarab salom beramiz. Xuddiki bomdod namozini 2 rakat farziga o'xshab o'qir ekanmiz. Agarda siz ushbu istisqo namozini o'qishga qiynalsangiz, o'sha kuni bomdod namozini farziga masjidga chiqing. Masjidda bomdod namozi 2 rakat farzi qanday o'qilinsa, istisqo namozi ham Xudo xohlasa juma namozidan keyin xuddi shunaqa holatda o'qilinadi ekan. Videoni ko'proq insonlarga yetib borish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun uni Telegramdan biron bir tanishingizga jo'natib qo'ysangiz, video yo'qolib qolmaydi. Keyingi darslarimizgacha salomat bo'ling.